Kelar o'sha bu yoq bahormi deyman-da, qaranglar, ob-havoga e'tibor beringlar. O'sha hamma joyda maysalar chiqib, zo'r bo'lib turibdi. Assalomu alaykum, bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz, mana bugun sizlarga Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Tugal mahallasida mana shunaqa gigant bo'lgan to'qlichalarni ko'rsatish uchun yetib kelganmiz. Holatlari zo'r ekan, rangi ro'yin qaranglar, qanaqa bir yaltirab o'ziga tortib turibdi akalar. Xo'p, akalar, bugun o'sha Javohirjon ukamizning yollariga yetib kelganmiz. Hamma ma'lumotni o'zlari bilan sizlarga yetkazib Hormon aka, sog'ligingiz zo'rmi? Va alaykum assalom. Yashang, bu to'qlilaringiz zo'r ekan, Alloh barakali qilsin. Buni ko'rdim, hammasi zo'r. Soni nechta bularning? Soni 22 bosh aka. 22 bosh. Akalar, men to'g'risi videoni uzoqroqdan ham olyapman. Nimaga desalar, uzoqdan ham bu kichkina emasligi bilinib turibdi-da. Hammasi katta-katta gigant bo'lgan to'qlilar. Endi men to'g'risi bugun G'uzor mol bozoriga chiqdim. G'uzor mol bozoriga chiqdim. Bunday qo'y yo'q edi. Shunday. Haqiqatan bu dalalarda o'tlab yuraman, o'zi tulaydigan simjun variantlardan. Hammasi o'zi. Akalar, mana ko'ryapsizlar, o'sha dummalaridan, bo'yinlaridan tulab kelayotgan ana shunaqa simjun variantdagi to'qlichalar. Hozir endi ko'rdim. Bitta qo'chqor ham shu. Bitta qo'chqori ham bor ichida. Mana akalar, bitta qo'chqori bor ekan, mana e'tibor beringlar. Qo'chqordan qochmagan aka, bari bo'g'oz, gigant qo'chqordan qochgan. Bundan qochmagan? Yo'q. Akalar, bundan qochmagan ekan. Odamlarga. Buni ichiga, buni sotmoqchisizlar, prosta to'qlini narxga beraman. Shunday narxga beraman. Akalar, qo'chqor ham to'qlini narxga ketyapti. Endi mana hozir ko'rdim, sog'ligidan gapiring, sog'ligi qanday? Sog'ligi garantiya. Mana akalar, sog'ligi garantiya ekan. Garantiyasi bor. Mana. Yemagan ichmaganiga garantiya. Agar yemasa, ichmasa, Xudo xolasa bo'yningizga olasiz bu yo'q. Endi u to'satdan o'lib qolsa, bu Allohdan. Endi Allohdan. Ha, bu narsa Allohdan bo'ladi. Shuning uchun unisiga ko'p kishi garantiya bermaydi. Xo'p, endi buni hammasini aytdik, sog'ligini aytyapsiz. Bo'g'ozligi qanday? 100% mi? 100% aka, 100%. Endi men hech kim 100% demaydi. Shunday yelini ko'rsatib turibdi. Ha, o'sha yelini solib qo'ygan, shuning uchun bemalol aytyapsiz. O'sha tekshirilganda bularning hammasi. Shunday hammasi. Akalar o'sha qo'l bilan ushlab ko'rib, mana shunaqa yelini solganmi yo'qmi, hammasini mana ko'rib aytishyapti. Shuning uchun 100% deyilyapti ekan. Bo'lmasa tushundim. Endi buni hozir olgan odam, Xudo xolasa bir 10 yil indamay baraka topadi. Indamay Xudo xolasa mol qiladi. Shunday. Bo'lmasa bunday qilaylik. Dastavkasini gaplashaylik buni. Dastavkasini aka Samarqandga chiqib beraman. 4.8 dan olib borib beraman uyigacha. Mana akalar, Samarqandda bo'lsa, Xudo xolasa Samarqandgacha dastavkalari bilan bo'lyapti. Dastavkasi meni bo'ynimda hammasi. Mana. Endi masalan hozir 1-2 so'm qo'shaman, vodiy tarafga o'tkazib bering deydigan akalar bo'lsa. Beramiz aka. Mana akalar. Vodiy taraf o'tkazib berish kerak bo'lsa, Xudo xolasa 1-2 so'm qo'shsalaringiz, inshaalloh bu ham olib borib beriladi. Beramiz aka. Endi hozir ko'rdim, hammasi zo'r. Endi vaqt ko'p bo'lmaylik, narxini nima qilamiz buni? Narxini aka sud tekin qilib beramiz. Narxiga qarab narxiga. Yashang, moliga qarab bo'ladi-da. Endi hozir mana narxini gapiring, keyin men bo'yini so'rayman. Samarqandgacha aka. 48 dan beradi, dastavkasi o'zim bo'yin. 4.800. 4.8 mingdan dastavkasi. Mana akalar, 4.800 ming so'mdan dastavkasi bilan bo'lyapti. Holatini qaranglar, qanaqa bir chiroyli bo'lgan bir partiya. Mayli, hammasi yaxshi, o'zini yo'liga. Buni bo'yi ham bir 75 plusmi deyman-a? 75 bor, plus. Mana akalar, 75 plus bo'lgan mana shunaqa to'qlichalarimiz. Pastda nomerlarini qoldiraman, tezroq telefon qilib baraka qolsalaringiz bo'ladi. Bunaqa nima to'qlilarni molni tushunadigan odam bir qo'lda tezgina olib qo'yishadi. Xudo xolasa, olgan odam maza qiladi akalar. Sabab buni qaranglar, o'zi tomoshasi odam maza qilyapti. Ayniqsa bunaqa dalalarda qo'yib yorib qo'yilsa bular mazza. Bular u yem yeganmi yo faqat dalada? Yem yemadim, faqat shu dalada yurgan. Daladan uyga umuman bormagan. Mana akalar, daladan uyga umuman bormagan ekan, Xudo xolasa, dalaning o'zini moli. Dalaning o'zini moli, men dalaga yurib hozir. Mana akalar. Bizni kuzatishda davom etinglar, Xudo xolasa bundan ham yaxshi partiyadagi qo'ylarni ko'rsataveramiz. Bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaringiz inshaalloh bo'ldi.